Qorako'y, Qirg'iziston. Qirg'iziston postidan chiqqandan keyin mana shunday joylarda pullar almashtirsa bo'ladi. O'zimizni o'zbek so'mi ham almashtirsa bo'ladi. Hozir video davomida biz so'mga ularda puli necha pulligini hozir ko'rsataman. O'zbekiston assalomu alaykum. Yaxshi 600 mingdan beraman. So'm bizga ya'ni $50 $4200 ekan. 5 1200 olsa 2200, 3200, 4200. Pullarni yaptı ko'rsating nimasini. Rasmlar mana. Bizga qadrlayapmi? Mikrofonni ko'rsating mayli. Bu 500 so'm. Pulga yozib bitinglar kommentariyada sizlarga. 1000 so'm deydi ekan. Qirg'iziston tarixini bilganlar. Bu kesin. Kim ekan bu? 200 so'm. Chegaradan chiqib pulni almashtirdik. O'sha chegaradan chiqqandan keyin mana shuni chiroyli vid, Yo'para masjid. Maytda mana bunaqa chiroyli go'zal joy qilib qo'yishibdi. Maytda kutib turgani skameykalar qilib. Mana shuni joylarda mana taksilarga chiqsa bo'ladi. Biz Mercedes Sprinter'da ketyapmiz. Hozir Globusga keldik. Kesalar qorninglar chiqsa, KFC ham bor. Katta торговый center. Birinchi etaji katta market. Bitta biza Karzing makrolarga o'xshagan. O'zgarishlar katta. Alloh alam kela oldimaga kelgandi. Ya, ko'p joy o'zgaribdi, ammo торговый center shu. Inson ahlilik uchun tepalar yopiq. Lekin bizga hozir kerakli narsalar teleshgan olasiz do'stim. Mana olaman. Do'stim Ahadjonga topshirdim teleshgani. O'zimizga kerakli narsalar olamiz. Xo'sh, bu yerda juda katta, haqiqatan joylari mana ko'rsalar bo'ladi. Ro'zg'or qilib desa ham bo'laveradi. Gazli jak chartmasa mana do'stim suvlar. 05 mi? 1 mi? Mana 42 $1 bo'ladi. 420 bo'lganda $10 bo'lardi. 4200 ya to'xtang. $50 4200 bo'ldi. 5000 so'm. 420 $5 bo'lardi. 5 sent ekan, 5 sent. 6000 so'm. Suv 1 litrli suv 6000 so'm. Yaxshi? Tamam bas. Nechta do'stim? 3 dan $4. Hozir magazinni bo'shatishni boshladik. Banoq va bu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Kuyusdichi do'stim? Men unga qiziqdim. Solaylik. Bu let's go ekan bu do'stim. Mana shu yerda sal muzdirog'ini olamiz, yering. Ko'ringchi. Mana assortiment ko'p. Yaxshi. Kinzalar ham bor. Hatta choy, shirinliklar. Nimasi do'stim? Bo'ladi, tovamiz.
ko'ngillanaqasi uchun bitta. Bu ham mana buni deyapti. Bu ham nimali ama? Bu yer yong'oq. Nima bodom. Ha. Mars Sneakers. Mars. Mana. Xo'sh, Marsda mana narxini ham ko'rsatib ketay. 69 so'mini ham tayida yozib beraman. Birovlar nima ko'rib, mana Nestle'larni ham narxlari bilan tanishtirib o'tsam. 130 to'g'ri ekan nimasi? 130 to'g'ri ekan. Oddiy. Bu kattalari 150 to'g'ri Rossiyaniki. 131 ekan. Nesle qo'y bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin desa. Ha, oling bo'lsin, bir bo'lsa, to'y bo'lsin. Oling bitta do'stim. 199 Zo'rdagi so'm. Ya'ni 40 so'miga. Video tagida o'zini so'mga ham kelishadi. Endi hozir salfetga qidirish bilan bandmiz. Katta, xonada yaxshi, zo'r tutishgan sharoitda. Hozir salfet yoqda yuribmiz endi. Xo'sh, bu tarafimizda bo'lmagan ekan. Mana bo'lmagan, buni salfetga bo'lsa kerak, Alloh alam. Agar bo'lmagan bo'lmasa, ya bu bo'lmagan ekan. Salfetka. Bas. Nimalardan so'rab qolaylik. Ha, bitta ekan do'stim, mana. Bu bo'lmaga. What? Salfetka. Mana salfetkalar. Hozir bozorda qilganimiz 2300 salkam 2294 shunaqa bo'ldi, Alloh alam. İşte $25 300 mingga borib qoldi. Normalni biz bilan deyarli bir xil. Hozir chiqib mana bozorliklar hozir yengil zavtrikcha qilib olamiz endi. Xudo xolasa bu joyda egallab boroga oldik. Shu anda yeymiz. Xudo xolasa. Do'stlar, endi skameyka joy topish kerak. Bo'lmasam mashina bir chekkasida taqib quraveramizda. Biz magazindan chiqqanimcha o'zi subhanalloh yorug' chiqibdi. Mana endi ham qorong'iydi. Manzarali joy, tog'li. Go'zal joyga kirdik. Mana shuna o'tovlarda o'tiramiz. Ovqatlanamiz. Hozir bu joyda kirib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush keldingiz. Kirgizlar. Biz o'tgan safar Ahadja mana yuqorida o'tirgandikda. Kamol Qahhorov ham biz bilan. Hozir obed qilamiz, inshaalloh sayr qilamiz, keping. Shu suvlarda, sharsharalarda mana hozir kelib qoldik. Mana bunaqa. Sekin ketyapmiz. Manzaraga tushyapmiz. Ochiq joyi bormi chiqib? Manzarani dodasi. Mashalloh, juda go'zal. Bitta suvlar oqib turibdi. Manzara zo'r. Hozir endi sekin Yüzdeyim ekan suv? Ha, u tog'ni suvida haqiqiy. Halimni ushlab turing, bitta yo'q, qanaqa qilay. Chaqsa kerak suv. Tushib qolmaydi.
Suyuqini ham ochib yuborarkan. Hozir biz tepaliqqa chiqdik. Prirodani ko'ringlar, subhanalloh, juda go'zal. Mana turistlar bu ham O'zbekistondan kelganlar, ular ham o'sha toqqa qarab ketishyapti. Bizga qo'shilib mana shu tog'ni ko'rmoqchimiz. Juda go'zal manzara. Maslahat beraman, lekin iloji bo'lsa mayda kelinglar. Chunki hamma yoq ham yashil bo'ladi. Arada bir shunaqa bir manzaralar ham uchrab turadi. Bu nimani kallasi shunda? Mashalloh. Shashara juda chiroyli ekan. Hali ham shu shashara tarafga ketyapmiz. Juda juda chiroyli joylar. Menimcha qiyinchiligi bor o'ziga yarasha, lekin qiyinchiliklarsiz bo'lgan sayohat emas. Hozir mana qarab ko'rsa, mana anchalar Gumon. جلست هنا أصغي لصوت المطر أفكر ما الذي حصل لحالي طوال سنوات مثل أناس يضيع مني العمر ولا أبالي لكن قد سئمت من التفكير قد حان وقت التغيير طال شوقي لغد لي مبتسم لنغني ما أجمل الحياة فكل شيء يحيا بالأمل فلننسى ما فات ونبني لنا مستقبلا أفضل إلى متى سوف أظل تائها أنأى شيئا فشيئا عن حلمي لا لن أبقى هكذا مكبل اليدين فأنا أحس بالحنين لنفسي لا يأس بعد الآن لا تقل فات الأوان فليكن يومك أحلى مما كان لنغني ما أجمل الحياة فكل شيء يحيا بالأمل. hozir tepaliqqa chiqdik. Priroda juda go'zal. Qora ko'ylik. Ya, rahmat. Hozir tepaliqqa chiqdik. Привет. Zarib. Xuddi biz Amirsoydek gap ekan. Просто juda manzarali daraxtlar ko'p. Gözlerim nurdan taragan, gönlüm seni kalagan. Görünbey kalsang canımdan, seni izlep gündüz sağın.
Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana verenim. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana verenim. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Düşümde görüp gözümdü. Yürekte günde jubatam. Canımday görgün can adam. Özüme kaçan jolgan. Düşümde görüp gözümdü. Yürekte günde jubatam. Canımday görgün can adam. Özüme kaçan jolgan. Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana verenim. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana verenim. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana veremin. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Mahabat çok 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 debe canım. Sen için büyük men cana veremin. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canınla bara bara veremin. Hani manzaraviy joy. Mana u tog'lar, mashina bilan ketiblar. Bunaqa kabinali xonalari ham bor ekan. Narxlarni ham bir qiziqib ko'ramiz. Shuni chiroyli manzara. Lekin o'rtaga qo'yishmas ekan. Shuni hisobiga yurolmadik. Maytga ana yozib qo'yishibdi. Gazonni bosma deb, masalan, yurib ko'rsatmoqchi edim. Haqiqatan subhanalloh chiroyli joy ekan. Bu Qirg'izistonda Shveysariya desam bo'laveradi. Hamma yoq yam-yashil. Archali joylar. Juda go'zal. Subhanalloh. Havosi ham toza. Mashalloh. Satağı verdi. Mana bunaqa kottejlar, mana bunaqa prirodalari bilan odamlar ekan, bekka chiqmay yur. Tik. Davlat. Mana manzaralari bilan hozir ichkari ko'rmoqchi edik. Odam bor ekan. Hozir bir mana albatta so'raymiz, bo'shi bo'lsa ko'rsatamiz.
18,000 so'm ekan qirg'iz puliga, bizni pulga почти bizni pulga emas, dollarga $250 bo'lar ekan. Shunaqa bir kuniga 2 etajli joy. Video o'sha ko'rsatganimdek nimaga qaragan ekan, toqqa qaragan ekan. Ko'p. Mana shu tashqariga chiqsangiz, mana shunday videolar ochilib turadi. Restoran ham bor ekan, yuparada restoran. Mashinani qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Моя алая, алая, крепко обнять и любить — это самое малое. И Бога молил лишь о ней, я как только узнал ее. Больше не вижу других, ведь ты самая-самая. Моя алая, алая, моя алая, алая, крепко обнять и любить — это самое малое. И Бога молил лишь о ней, я как только узнал ее. Больше не вижу других, ведь ты самая-самая. Моя алая, алая, моя алая, алая. Мой компас разбитый, я блуждал одиноко, надеясь лишь только на одного Бога. Я странник, заблудший и дома чужой, в тебе одной я нашел свой покой. Растопил дышь в моей душе, мне нужна ты, никто больше. Свет твоей любви в твоем голосе, одинокая звезда в моем космосе. Моя алая, алая, крепко обнять и любить — это самое малое. И Бога молил лишь о ней, я как только узнал ее. Больше не вижу других, ведь ты самая-самая. Моя алая, алая, моя алая, алая, крепко обнять и любить — это самое малое. И Бога молил лишь о ней, я как только узнал ее. Больше не вижу других, ведь ты самая-самая. Моя алая, алая, моя алая, алая. Ana hozir yana bir ajoyib manzarasiga keldik. Subhanalloh. Soyda suvda oqishini ikkita, bilan 3ta. Mashalloh. Juda go'zal. Joylarga kelib, piknik qilib, palatga bo'lsa qo'yib, mazza qilib o'tirgan ekan. Subhanalloh. Maslahat beraman, kelinglar. Mana biz bizning safarimiz yakunlandi. Biz tugatyapmiz. Keyingi safarlarda, keyingi sayohatlarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.